Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan shunaqa juda ham chiroyli chiqadigan chakchak tayyorlaymiz. Buning uchun unimizga ozgina tuz va razrixli til solinadi choy qoshiqda. Yaxshilab aralashtiramiz. Eritilgan margarin yoki sariyog'imizni solib, qo'limiz bilan yaxshilab aralashtirib, bir xil massa qilib yoramiz. Hamma o'lchovlarini videoni ostida to'liq yozib qoldiraman. Oliy navli un ishlatamiz va qo'limiz bilan bir xil massa qilib olganimizdan keyin xona haroratidagi suvni quyib, ozgina-ozginadan xamir qoraymiz. Qo'lga yopishmaydigan o'rtacha qattiqlikdagi xamir qoriladi. Suv 250 ml suv ketdi. Un 500 gram atrofidan un ishlatdim. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni ikkita zuvolaga bo'lib ozgina tindirishga olib qo'yamiz chetroqga. Tingandan keyin xamirlarimizni yoyishni boshlaymiz. Unlab yoyib olamiz. Oxirida un kamroq sepamiz. Boshida ozgina un sepsak bo'ladi, chunki xamir ozgina yumshoqroq yopishib qolmasligi uchun. Yupqaroq qilib yoyib olamiz. Avval juvada, keyin o'xlovda yoyib oldim. Qalin bo'lsa, gullarimiz chiroyli chiqmay qoladi. O'shaning uchun yupqa qilib yoyib olamiz va bizga kesib olish uchun qolip kerak bo'ladi. Qolip yo'q bo'lsa, stakandan ham foydalansanglar bo'ladi. Men gulli tarafida ham, dumaloq tarafida ham kesdim. Mahkam bosib, hammasini kesib olamiz. Kesganimizdan keyin mana shunaqa yopib chiqamiz. Qayozib ketmasligi uchun, qotib qolmasligi uchun chetlaridan ortgan xamirni yaxshilab mushlab salfan paketga solib qo'yamiz. Yana yumshab qoladi. Uni ham yana qaytadan ishlatib olsak bo'ladi. Chetlaridan chiqqan xamirni to'g'rab uni ham pishirib oldim. Endi gullar yasaymiz. Har bitta gul barglarimizni olib, suvlab o'rtasini mahkam qilib bosamiz. Tekis narsa yordamida men vilkani orqa tarafi bilan bosdim va oralarini agar yumshoq bo'lsa, yopishsa o'zini yopishtirasizlar. Agar o'zi yopishmaydigan bo'lsa, ozgina nomiga suv bilan yopishtirib, gullarini ochib chiqamiz. Yana bir marta ko'rsatib beraman. Boshqa chiroyli gul hosil bo'ladi. Yaxshilab yopishtirib olish kerak. Bo'lmasam yog'ga tushganda ochilib ketishi mumkin. 3 dona yarim oy shaklidagi xamirimizni olamiz. Suv bilan nomiga o'rtasiga suv suramiz. Orasi yumshoq bo'lib qolganligi uchun suv surmadim. Agar orasiga ham suv sursanglar bo'ladi, yopishmasa. Vilka bilan ikkala tarafidan bosib olib, har bitta xamirni ochib olamiz. 6 ta bo'lak bo'ladi va 6 ta bo'lakni yana bo'lakchalarga orasini ochib, gulchalar qilib yopishtirib olamiz. Ozgina qotgan joyida namlab oramizda va yopishtiramiz. Agar yumshoq bo'lsa, namlash shart emas, shundoq ham yopishib chiroyli bo'lib gul chiqadi. Mana gulchalarimiz tayyor. Hammasini shunaqa qilib tayyorlab olamiz. Baland olovda pishirmaymiz. Yog'imiz qizigandan keyin ozgina sovutib olamiz va gulchalarimizdan solib 1-2 aylantirsak, o'zi chiroyli rangga kelib qoladi. Vaqtliroq olasizlar, tez qizarib ketadi. Yupqa bo'lgani uchun tezda pishadi. Unaqa ko'p vaqt turmaydi, xom bo'lib qolmaydi oralari. Men ozgina tilla rangga kirgandan keyin olishni boshladim, chunki issig'i bilan ham yana ozgina qizaradi. O'shaning uchun ozgina tilla rangga kirishi bilan oldim. O'shanda chiroyli bo'lib, ranglari juda ham chiroyli bo'lib chiqdi. Bu gulli chakchakimiz ozgina sabr talab qiladi. Bir kishi bo'lsa ozgina qiynaladi, lekin sheriklar bo'lsa tezda chiroyli qilib tayyorlab olsanglar bo'ladi. Dasturxonni ko'rki bo'lib turadi. Endi qiyomini tayyorlaymiz. 1,5 piyola shakar, 1 piyolada suv soldim. Limon bo'lagidan yoki limonni so'kidan sovorsa, ozgina shirasini bosadi. Asal solamiz. 3-4 osh qoshiqda asal sovoramiz. Qaynatishga qo'yib qo'yamiz. 10-15 minut qaynaydi. Qizlar, tayyor bo'lganini qatdan bilsanglar bo'ladi. Tayyor bo'lganini muzdek suv olasizlar idishga.
va asaldan tomizib ko'rasizlar. Tomizganinglarda asal erib ketsa, demak hali tayyor bo'lmaydi. Erimasdan xuddi mana shunaqa qilib tagiga yig'ilib qoladi. Mana qo'lim bilan olsam, mana tagida turibdi. Demak, bu tayyor. Endi o'chirib tayyorlab olsak bo'ladi ishlatishga. Men chetlaridan chiqqanini mana shunaqa mayda qilib to'g'rab pishirib yordim. Gulcha qilishga to'g'risi bitta o'zim qiynaldim yosh bolalar bilan. O'shaning uchun kesib tashladimda, hammasini mayda qilib asal solib aralashtirib yordim. Buni ichkari tarafiga terib yuboraman. Idishimning ichkarisiga bu gulchalar bilan esa ustini bezab chiqaman. Agar sizlar imkoningiz bo'lsa, hammasini gulcha qilib tayyorlasanglar bo'ladi. Men bitta zuvaladan tayyorladim. Qizlar ikkinchi zuvalani boshqa narsaga ishlatdim. Bitta zuvaladan tayyorlaganimda xuddi mana shunaqa kichkina tarelkada 4 tarelka chiqdi. Bolalarim ozgina yegani uchun 4-tarelkam to'lmay qoldi gulchalar bilan. Chunki bolalar yeyib yorishdi, yeyishni boshlab yorishdi. O'shaning uchun hozir 3 ta tarelka uchun gulchalarim yetarli bo'ldi. Atrofini gulchalar bilan, gulchani faqat tek qismini asalga botirib qilamiz va ustidan keyin shira suvdan quyib yuboramiz. Mana 4-siga ozgina kamlik qildi, uni olib qo'ydim. Ustidan asallarimizdan quyib yuboramiz. Siropimizdan quyib yuboramiz. Qotgandan keyin ertasi kun mana shunaqa bezak berib oldim. Bu kandurin bilan bezak berdim. Kandurin va ozgina yog' aralashtirib tayyorlab, har bitta gulchani atroflarini yaltiroq qilib zarlar bilan bezatdim va gulchalar bilan bezatib, yana ham chiroyli qilib dasturxonimiz ko'rki bo'lishi uchun bayramona qilib tayyorladim. Xohlasangiz bitta katta qilib terishingiz mumkin. Buni xohlasangiz mayda tarelkachalarga terishingiz mumkin. Bu o'zingizning xohishingizga qarab. Men mayda qilib terib chiqdim. Siz ham dasturxoningizni shunaqa chiroyli gulchalar bilan bezatib, yaqinlaringizni xursand qiling. Hammaga rahmat.